haqiqatdan ishlaydigan psixologik biror narsani ayting. Xo'p, qarang. Bitta narsani aytaman. Men kelin bo'lib tushganimda ko'p narsaga menga ruxsat berishmas edi. Hamma narsadan anaqa yo'q, kelinlarga mumkin emas, yo'q. Anaqa kelin kishiga kim qo'yibdi, ayol kishi uyda o'tirishi kerak, mana shunaqa degan gaplar bo'lardi-da. Bir kuni mendan keyin o'sin tushgan, o'sinimga qarasam, hamma narsaga chiroyli, hamma narsalarga ruxsat berilyapti. Uni urishmayapti-da, meni urishyapti. Men aytibman, u bilan meni nima farqim bor? Men o'sinim qarindoshim bo'lgani uchun sizlar urushmayapsizlar deyapman-da. Yo'q. Aslida men o'zimni yaxshi ko'rmaganim, o'zimni samatsenkamni joyga qo'ymaganim, men o'zimni yerga urganim uchun atrofda hamma insonlar meni yerga urgan. Mana shu narsa eng kerakli narsa bo'lgan.